2026 McLaren Artura bu yangi avlod gibrid superkar bo'lib, yuqori texnologiyalar, yengil konstruksiya va kuchli ishlash ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi. McLaren ishlab chiqargan eng samarali modellardan biri sifatida u nafaqat tezlik, balki iqtisodiylik va ekologik jihatdan ham yaxshilangan natijalarni taklif qiladi. Ushbu modelda 3,6 litrli va 6 dvigatel va elektromotor mavjud bo'lib, umumiy quvvati taxminan 680 ot kuchini tashkil etadi. Bu kuch Arturaga oqdan 100 km/soatgacha atigi 3 soniyada chiqish imkoniyatini beradi. Avtomobilning maksimal tezligi esa 330 km/soat atrofida. Gibrid tizim tufayli Artura qisqa masofalarda faqat elektrda ham harakatlana oladi. Bu esa shovqinsiz, tejamkor va qulay yurishni ta'minlaydi. 2026 Arturada ishlatilgan Monaco karbon kuzov avtomobilning og'irligini sezilarli darajada kamaytiradi. Buning natijasida boshqaruv yanada yengil, aniq va sportcha bo'ladi. Batamom sport ruhidagi aerodinamik dizayni esa ko'rinishi bilan ham, yo'ldagi barqarorligi bilan ham foyda beradi. Salon qismi minimalistik va premium uslubda yaratilgan. Raqamli panel, yuqori aniqlikdagi markaziy displey, sport o'rindiqlar, yuqori sifatli materiallar va inson uchun qulay boshqaruv elementlari avtomobilni yanada zamonaviy qiladi. Apple CarPlay, Android Auto kabi funksiyalar, zamonaviy xavfsizlik tizimlari, aqlli haydovchiga yordam beruvchi texnologiyalar ham mavjud. 2026 McLaren Arturaning yo'lga yopishishi, tezlanish dinamikasi, sport rejimlari va gibrid texnologiyasi uni superkarlar ichida o'ziga xos va kuchli raqobatchiga aylantiradi. Shuningdek, bu model McLarenning kelajakdagi ekologik va innovatsion yo'nalishini ko'rsatib beruvchi muhim qadamdir. Agar siz superkarlarni yaxshi ko'rsangiz, 2026 Artura haqiqiy haydovchilik zavqini, kuch, tezlik va zamonaviy texnologiyani birlashtirgan eng yaxshi variantlardan biri sanaladi.